Bu retseptni oddiygina lavash xamiridan ham tayyorlab ko'rsatsam bo'lardi, lekin o'zini xamiriga yetadigani yo'q bo'lgani uchun va sochli va moshni bo'lgani uchun sizlarga bu retseptni taqdim qilishga qaror qildim. 400 gramm unga 1 osh qoshiqda tuzni solib, yaxshilab aralashtirib, oddiy suv bilan yaxshilab xamir qorishni boshlaymiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va tindirishga xamirimizni solib qo'yamiz. 2 dona piyozni yaxshilab mayda qilib to'g'raymiz va skavarotkamizga saryog'ni solib eritib, o'sha mayda to'g'ralgan piyozimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Ismaloqlarimizni yuvib, uni ham mayda qilib to'g'raymiz. Idishga solib, men ozgina sir ham qo'shib yubordim. Shunaqa ham mazali bo'ladi qizlar. Va piyozimizni, ya'ni qovurilgan piyozimizni solamiz, tuz, murch tabga ko'ra va yaxshilab nachinkamizni aralashtirib olamiz. Nachinkamiz ham tayyor, bu orada xamirimiz ham tinib chiqdi. Suvalachalarga bo'lamiz, unlab va ochishni boshlaymiz. Dumaloq qilib, katta qilib, yupqagina qilib ochib olamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, ustini yopib, chetlarini qirqib, qizigan tovada hech qanaqa yog'siz o'zini orqa oldini balon olovida qovurib olamiz. Bir pasda vaqtingizni ham tejaydi. Iftorlikka hadeb somsa bilinchikdan ko'ra shuni ham albatta sinab ko'ring. Issiqligida saryog' yoki o'simlik yog'ini surtib, mana shunaqangi mazali, sochli shunaqa suvlar oqdi. Albatta shu retsept uchun like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.